Salom hammaga, bugun biz sizlar bilan HickConnect приложениесini noldan akkaunt ochishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, telefonga HickConnect yuklab olasizlar. iPhone'da bo'lsa App Store'dan yuklab olasizlar. Agar Android bo'lsa Play Marketdan yuklab olasizlar. HickConnectga kiramiz va bu yerda vxod зарегистрировать chiqadi, shunga bosamiz va bu yerda chap tomonda зарегистрировать bosamiz. Принятga bosamiz. Bu yerda regionni belgilab olib, tepada ptichkaga bosamiz. Biz nomerga akkaunt ochyapmiz. Elektron pochtaga ochsalar ham bo'ladi. Nomerni teramiz. Va tagiga parol qo'yamiz. Akkauntning paroli. Va получitga bosamiz. Bu yerda kodni teramiz. Va tepada ptichkaga bosamiz. Telegramimizga kod keladi. Keldi 3960 va завершitga bosamiz. Yangi akkaunt ochildi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizning kanallarimizni kuzatib borishda davom etinglar.